Muhammad Zohid. Ha, hadi. Issiqda bug' bormi ko'chada yonnayni sani. Kir tez uyga. Muhammad Zohid. Bo'ldi. Men pulni olganda hozir mehmonlar kelish kerak. Tez chiqimni olib kelgin, tushundingmi? Daydib yurmaganlar bilan ko'chada. Xo'p, dada. Sen eding nimaga so'kaveradi? Bilmasam. Muhammad Zohid. Bo'pti, mana odam chaqirib o'tdi. Ana, dada. O'ynashga chiqasanmi? Issiqda nima bor? Bor kir uyingda o'tir. Kir san ham uyga. Menga qarab ukam. Tinchlikmi aka? Ne o'g'lingga bunaqa muomala qilyapsan? Bola maniki aka, nima qila saralashib, xohlagandaqa muomala qilaman. Bo'sh qo'yib qo'ysangiz hozir boshqa chiqadi bular. Bo'pti, ichkaridami? Kecha oshni ham o'ldirishibdi choyxonada. Lekin yomon qilar ekan, tan berdim bori. Sardor, bu qiyotsan o'rtalaring bilan o'tib turib. Kir ichkariga tez-tez. Ishlayman, nima yakingni chaqiribsan? O'zim ham tushunmadim. Bor, qara. Tez kir ichkariga. Sallaga nima bor qoqab etdi? Borlaring uyingga. Po'q bormi? Aka, meni o'rtoqlarim oldi sharmanda qo'yasiz, qana qilyapti bilan oldi bosh ko'tarib yuraman. Senga qilgan muomalam yoqmadimi o'rtoqlaring oldida? Aka, bular bilan bitta stolda o'tirib osh yesam, ertaga ustimdan kul yuradi-yu polni. Sen hozirgi qilgan muomalamga o'rtoqlaring oldida uyalyapsan. O'g'lingga qilgan muomalangchi, ertaga o'rtoqlaring oldida uyalib qolmaydimi?